Kia avtomobillariga propanmi, metanmi? Siz shuni bilib oling. 12 bo'ladimi, Kia bo'ladimi, farqi yo'q. Hammasiga yuqori sifatda garantiyasi bilan propan metan uстановка qilib beramiz. Aka, agarda benzindan zo'r yuradigan bo'lsangiz, komfort yuradigan bo'lsangiz, baribir sizga propan kerak bo'ladi. Hozir men sizga propan ikkita plyusini sanab beraman. Aka, birinchidan propan hamma joyda asosan bir xil bo'ladi. O'shani hisobiga va aktam kuchli bo'lgani hisobiga toza benzin qayerda borda qidirib yurmaysiz. Bir marta propan qo'yasiz, cho'tki yuradi. Faqatgina tanlovni to'g'ri qilishingiz kerak. Uстановкani ideal qilsangiz, ahamiyat berib qo'ying. O'sha 1 soat topib qo'ygan mashinalarimiz, 3 ta mashina qo'yganmiz. Agarda sizda Kia avtomobillar bo'lsa, bemalol o'zimizga olib kelishingiz mumkin. Xo'p, Kia Sonet avtomobiliga o'ziga tushgan spesial 8 ta injektorga moslashtirilgan miyalar bilan, ya'ni propan uстановка K5 avtomobilingizga ham xuddi shu xizmat, ya'ni propan uстановка qilib bermoqdamiz. Aka, shuncha aytaman, aka siz obuna bo'lib turavering. Siz biz qo'yayotgan video obzorlarni hammasini ko'rib chiqing. Qaysi zapchast qanaqa qilib qo'yish kerak, nimalarga ahamiyat berish kerak propan va metan bo'yicha shu haqida to'liq bilganimizcha sizga ma'lumot aytib o'tamiz. Bu videoni maksimum propan va metanni sifatlisini qayerda qo'ysam bo'ladi deydiganlarga yuborib qo'ying. Agarda narx-navosi va qanaqa jihozlar yig'ilgani qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz lokatsiya va ma'lumot uchun. Obuna bo'lishni va like bosishni ham unutmang.